Assalomu alaykum kanalimiz muxlislari. Kantar mahsuloti yangidan narx-navosi bilan sizlar tanishib o'tamiz. Hamda mana bu ko'rinishda yasalgan turbalarimiz haqida sizlarga ma'lumot berib o'tamiz. Kanalimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun like va podpiska bosib qo'yishni unutmaysizlar. Biz boshladik. Biz turbalarimiz ustakamiz yasashib qo'yibdi, Baxtiyor akamiz. Baxtiyor aka haqida ma'lumot berib o'tib borasiz. Bu 250 lik turba. Stenasi 2 plus minus bo'ladi. Uzunligi 460 bo'ladi. Uzunligi yana ulab beraveramiz. Talab va istakka. Siz sifargani ko'rishingiz mumkin. O'ta zo'r, cho'tki holatda kuyilgan ustakamiz sifarga qilishyapti. Bir donasi necha pul bunimizni? Buni metri 120 ming so'mdan beryapti. Demak 1 metrini 120 ming so'mdan berishyapti ekan. Siz aytgan razmerda ham xudo xolasa tayinlab berishaver ekan. Bemalol qiziqqanlar telefon qilib aloqa chiqib olasizlar. Turban holatlar vaqti zo'r. Mana bu ko'rinishdagi atalar idishlarimizni ham tayinlab qo'yapsizlar-da. Atala qozonlar deyiladi. Bu chorvadan akalamizga o'ta qo'l keladi bular. Stenasi 2 bilan qalayishdan qilamiz. Xo'sh, 150 dan tortib 1 tonnagacha bor. Demak, ustakalar telefon qilsa aytaveramiz, metrga qarab. Kimga shuni ko'rinishda atalar idishlar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib aloqa chiqib olasizlar ekan. Siz aytgan razmerni ham tayinlab bera olishar ekan. Pulini o'sha siz aytganga qarab turib chiqarib berishadi. Xudo xolasa chiray narxda ishlaringizni bitirib berishadi. Mana ko'rinishdagi apparatda kuyishyapti, ko'rishingiz mumkin. Vaqti cho'tga chiqadi. Qiziqqanlar bemalol telefon qilib aloqa chiqib olasizlar. Kantar mahsulot o'zini ham sotuvda bor, mana ko'rinisha ustunligimiz ham sotuvda bor ekan. Bu darvoza tepa deyiladi adashmasam, ha? Bu darvoza tepa deyiladi. Uzunligi 210 bo'ladi. Hozirgi kunda bir donasini 165 ming so'mdan beryapmiz. Demak, bo'yin uzunligi 210, bir donasini 165 ming so'mdan berilyapti. Bemalol ikkitasini ulasangiz 420 bo'lar ekan, ustun qilib foydalanaverasizlar. Bu ham ustunlik shekli, 10 ga 15 adashmasam bu, ha? Xuddi shunday. Bo'yin uzunligi 230 bo'ladi, stenasi 308. Bir donasi bu tozalangan necha pul beryapsizlar? 250 ming so'm beryapmiz. 250 ming so'm berilyapti. Tozalanmagan albatta yo'lda qilib berishadi. Telefon qilib aloqa chiqaverasizlar. Bu mahsulotimiz 1 metrlik, ha? 1 metrlik deyiladi. Ko'proq qorilarga ishlanyapti. Keyin ariqlar, latoklar suya qo'yilyapti. Stenasi 0.4 bo'ladi. Stenasi 0.4. Bemalol latoklar uchun foydalansa bo'lar ekan. 25 ming so'mdan beryapti. Bir donasi 25 ming so'mdan berilyapti. Optim olmoqchi bo'lgan insonlar uchun yo'lda qilinadi. Bu mahsulotimizni ko'pchilik ustakalarimiz juda yaxshi biladi. Katta o'lchov ustakalarimiz. Bilmaganlar uchun eslatma. 3 ga 1 list deyiladi bu. 3 ga 1 list deyiladi. Uzunligi 320 gacha chiqadi, yana 1 metr. Hozirgi kunda bir donasini 580 ming so'mdan beryapmiz. Optimga yana kelishtirib beramiz. Demak, bir donasini 580 ming so'mdan berishyapti ekan. Optim olmoqchi bo'lgan ustakalarimiz yoki boshqa insonlar telefon qilib aloqa chiqib olsa, xudo xolasa kelishigan narxda qilib berishadi. Bu tozalangani, bu tozalanmagani. Tozalanmagani ham, tozalangani ham bemalol katta fura o'taydigan latoklar uchun foydalansa ham bo'laveradi. Endi mana bu yerda 6 ga 6 bor ekan. 6 ga 6 bor. Uzunligi 2 metr deyiladi. Uzunligi 2 metr. Buni ko'proq. Bundan og'illar uchun ustunga foydalansa ham bo'laveradi. Buni o'zini ustakalarimiz juda yaxshi bilishadi. Mana bu yerda listlarimiz bor ekan, orqa listlarimiz. Bu haqida ma'lumot bersangiz. Orqa listlarimiz 2 xil bo'ladi. 230 bo'ladi, 260 bo'ladi. Bo'yida ozgina farq bo'lar ekan. Yana 230 bo'ladi. Bir donasini hozirgi kunda 550 mingga 600 ming beryapti. 550 mingga 600 ming so'm berilyapti. Buni ham turfa maqsad uchun foydalansangiz bo'laveradi. Zaboy uchun, o'rog'an uchun foydalansangiz bemalol zo'r pishiq material. Bu yerda esa bonusimiz bor. Bonuslar. Lagalikka, scraplikka foydalansa bo'laveradi. Qalinligi ham 3.6, 3.7 chiqadi. Hozir buni 250 ga bor, 230 bor. Xo'sh, 65 mingga 70 ming qilib beryapmiz, endi kelishtirib beramiz. Albatta. Xudo xolasa bizning kanalimiz nomiga yetib kelsa, yo'lda qilib berasizlar, ha? Xuddi shunday. Qo'yingizlar, shu lagalarimiz sotuvda bor ekan. Mana bu qo'rg'a lagamiz necha puldan? Qo'rg'a lagamiz uzunligi 230 bo'ladi. 230. 4.8 bo'ladi. Stenasi 0.4 bo'ladi. Hozirgi kunda bir donasini 90 ming so'm beryapti. Optimgacha kelishtirib beramiz. Ko'rishingiz mumkin, holatlari zo'r, bemalol laga, to'sin, keraksa strapilar qilib ulab ishlasangiz ham bo'laveradi. Universal mahsulot. Bu eshiklisimiz, ha? Eshiklis bo'lyapti bular. O'zi kantarimiz ikki xil bo'lar ekan, bo'yi baland, bo'yi past, ha? 260 ga 290 bo'ladi.
Xo'sh, bu yerda hozir ekoy ham uzun ekan, kaltasi bor, uzuni bor. Aha. Uzunini 180 ming beryapmiz. Kaltasini 180 ming, uzunini 210 ming so'm beryapmiz hozirgi kunda. Apalakkaga ko'proq ishlatishyapti. Kaltasini 180 ming, uzuni 210 ming so'm sotuvda bor. Albatta bu ham hamma mahsulot optimum olmoqchi bo'lgan insonlar telefon qilsangiz kelishtirib beriladi. Buni ham shu apalakka qilmoqchi bo'lgan odamlar bemalol ishlasa bo'laveradi. Tomlisimiz ham sotuvda bor mana. Bularda zabor uchun o'ta zo'r mahsulot ha. Hop, necha razmerda bo'ladi? Xo'sh. Razmer o'zini chaki bor holati chakidan ham kesib beramiz. Bitta chaki 1.4 dan bo'ladi. Biz aksariyat 2 chokdan kesib qo'yamiz. Yana 208 ga, uzunligi 234 bo'ladi. Kvadratini 98 minggacha beryapmiz holatiga qarab. Tomoshabinlarga tushunarli qilish uchun aytib o'tamiz. Demak, siz aytgan razmerga ham kesib bera olar ekan. Plusda laxtag'i qolmaydigan xonasini qilib, 1 kvadratni necha pul dedingiz? 98 mingga. 1 kvadratni 98 ming so'm qilib berishyapti ekan. Bu yerda 93 ligimiz sotuvda bor. Buni ham shu latogular uchun, turli xil maqsadlar uchun foydalansangiz ham bo'ladi. Holatlari zo'r, bemalol furgonni ham ko'taradi bular. Bo'yin uzunligi 93 bo'ladi. 93 deydi, 93 bo'ladi. Bir donasini necha pul berilyapti? 25 ming beryapti. Bir donasini 25 ming so'm sotuvda bor ekan. Bemalol aloqa chiqarasizlar. Bu yerda o'sha 3 ga 1 listlarimiz, nostandart turdagi poltoqtalarimiz sotuvda bor. Nostandart razmerdagi poltoqtalarimizni narxini ham bir aytib o'tay, necha puldan qilib berasiz? 80 ming so'mdan qilib beramiz. Bir kvadrat 80 ming so'mdan qilib berishar ekan. Nostandart razmerdagi poltoqtalarimiz. Bu yonlisimiz. Bu yonlisimiz. Bu ham bo'yi 2 xil bo'lar ekan, 230, 260 bo'lyapti. 1 kvadratni necha puldan bo'lardi? Bular 93 mingdan 95 minggacha beryapti. Demak 93 ming so'm, 95 ming so'm sotilyapti. Albatta u ham holatiga qarab turib, buni ham turli maqsadlar uchun ishlasa bo'laveradi. Zabor uchun, mana bu ko'rinishda ustakamiz o'zlari zabor qilishib qo'ygan, bemalol foydalanaverasizlar. Laygalar ham sotuvda bor ekan. Bu bo'yi bir xil 230 bo'ladi. Stenasi 308 eng kamida. Bo'lmasa to'la ham chiqadi. Bir donasini necha pul beryapsiz? 80 ming so'm beryapti. Optimal ichida kelishtirib beramiz. Bir dona 80 ming so'm beryapti. Optimum mosh bo'lgan insonlar bemalol aloqa chiqarasizlar, yo'lda qilib berishadi. Manzilimiz shu Farg'ona viloyati Bo'yoq tumani Dehqonobod mahallasidamiz. Bu yerda 6x6 profillarimiz sotuvda bor ekan. Bemalol xor uchun foydalansa ham bo'laveradi. Bo'yin uzunligi 11.70 bo'ladi. 11.70 plus minus bo'ladi. Buni xoriga shunaqa narsalarga ishlatishyapti. Hozirgi kunda buni bir donasini 680 ming so'm beryapti. Bir donasini 680 ming so'm sotuvda bor ekan. 11.70 bo'yin uzunligi minus plus bo'ladi. Bemalol foydalanaverasizlar. G'amizda xudosa erta ko'rganimiz bitta chiqarib qo'yishibdi. Tayyor holatdagilarni. Bu yerda stabilniy razmerdagi katta poltoqtamiz bor ekan. Razmerlar shu 240 ga 116 bo'ladi. 1 kvadrati necha pul beryapsiz? 110 mingdan boshlanyapti. Ketaveradi holatiga qarab. Demak 110 ming so'mdan даже o'sha 150 ming so'mgacha bor. Laminat holatiga qarab turib olaverasizlar. Bu yerda esa eshbozlarimiz bor. Holatlari zo'r. Bu ham 2 xil bo'ladi. O'sha kamtirimiz 2 xil bo'lgan sababidan. Bo'yin uzunligi necha? Vaqti aka? 255 ga 225 bo'ladi. Hozirgi kunda 105 mingga 115 ming beryapti. Bo'ldi, razmerlar 5 ga 10, bo'yi 255 bo'lar ekan. Ozgina bo'yida farqlar, bu 225 bo'lar ekan. 105 mingga 115 ming. 115. Bemalol ustun qilib foydalansangiz bo'laveradi bundan. Layga qilib, straplar qilib odamlar foydalanyapti ham. Mana ko'rsha 4x4 profillarimiz sotuvda bor ekan. Sinkasi 1.8 yonlisdan tayyorlangan. Bo'yin uzunligi 260 bo'ladi, 230 bo'ladi. 260 necha puldan? 41 ming beryapti hozirgi. 41 ming berishlayapti. Bizni obunachilar uchun albatta yo'lda qilib berasiz. Kelsa so'rab 230likchi. Ularda 39 ming beryapti. 39 ming sotuvda bor ekan. Bu ham shu katta neveslar uchun foydalansangiz bo'laveradi, firmalar uchun. Keyin bu yerda 0.55 ga 240lik poltoqtamiz ham bor ekan. Ularni bemalol foydalansangiz bo'laveradi.
Holatlari zo'r. Buni kvadrati necha puldan? Bu donasini 140 ming so'm beryapti. Ha, bir donasini 140 ming so'm sotuvda bor ekan. Bemalol poltoqtaga foydalansangiz bo'laveradi. Endi mana bu narsadan bir aytib o'tsak yaxshi bo'ladi, ko'pchilik uchun manfaatli bo'ladi. Xo'sh, bularni ham o'sha darvozaxonadagi latoklarga qo'yishyapti, keyin qorlarga ishlatishyapti, keyin lagaliklar olsa kalta bo'lib qolsa uchiga ulagan ishlatishyapti. Qalinligi 0.4 bo'ladi, uzunligi 55 bo'ladi. Hozirgi kunda bir donasini buni 14 ming so'm beryapti. 14 ming so'm sotuvda bor ekan. Albatta yo'laq qilib berishadi, tuxumsizlar. Keyin mana bu yerda esa shu qimmatroq holatdagilar sotuvda bor ekan. Adashimda laminatlar. Bu yerda 1.16 ga 1.39 a. Xuddi shunday. 1 kvadratni necha pulga sotilyapti? Bular 90 ming so'm beryapti. 1 kvadrat 90 ming so'm sotuvda ekan. Albatta holatga qarab turib baho aytilaveradi. Hozir kunda internetda ko'pchilik aytayaptiki, 70 mingga ham bor deyapti. 70 ming holatdagi poltoqtaga foydalansa bo'lmaydi holatdagilarda. Holatdagilarda eng arzondan chiqarishyapti, lekin ular uyga bo'lmaydi. Albatta. Eldan qo'ymaysizlar. Mana bu ko'rinishdagi 1 kvadrat poltoqtamiz sotuvda bor. 0.63 ga 1.63 bo'ladi. Bir donasini 80 ming so'm beryapti. 80 ming so'm berishayotgan. Holatiga ahamiyat qaratasizlar. Holatlari zo'r. Bemalol poltoqda qilib foydalansa bo'ladi. Xudo xolasa men bu yerda komplet qilib tayyorlab qo'yibsizlar bu yerda, adashmasam, ha? Laminat ko'ryapsiz, holatga qarab turib baho aytiladi. Bu yerda 240 ga 1.16 poltoqtasi ham bor. 0.60 ga 1.63 ham, 1.16 ga 1.39 ham poltoqtasi kompleks sotiladi. Nech puldan? Buni kvadratini 135 ming beryapti. 135 mingdan kompleks. tushib beramiz. Bitta kontrakt 24 kvadrat chiqadi. Komplekt olinadigan bo'lsa tushib beramiz. Albatta. Holatlar zo'r ko'ryapsiz, laminat. Shahmat pol deyiladi mana shular. Aha. Keyin uni yarimtaga o'g'irlam sizdan, ha? Bizdan o'g'irlar. Shu odam bir ma'lumot berib o'tsak yaxshi bo'lardi. Yarimtaga o'g'irlarimiz ham sotuvda bor ekan. Bemalol chorvachi akalar uchun bitta anaqa variant. Razmerlar necha bo'ladi, Baxtiyor aka? Uzunligi 2.60, eni 55, chuqurligi 40 chiqadi. 35 dan 40 gacha chiqadi. Stenasi 1.8 bo'ladi. Bu o'g'irda ham 3 xil 4 xili bor. Qalinligi 2, 1.8 dan bo'lgan, yollisdan bo'lgan. Hozirgi kunda bir donasini 340 ming so'mdan beryapmiz. Bu nimaga arzonroq ishlashi mumkin? Bu ko'proq hali firmalar og'irlar qilinsa bir-biriga ulab ketgandan keyin yo'l kiraga ham plus bo'ladi bu. Albatta, qulay. Har tomonlama qulay ekan. Holatlarni ko'ryapsizlar. Arzon narsa benuqson bo'lmaydi, qimmat narsa behikmat bo'lmaydi, birodarlar. Holatga qarab turib olaverasizlar. Bu qanaqam sizdanmi? Qo'y ketak. Qo'y ketaklarimiz ham bemalol ikkita qo'shqordi. Hammasi bo'ladigan holat. To'ylar uchun boqaman degan akalarga Holatlar zo'r. Chotki qilib, axlatlari ham o'zida qolmaydi, tushib ketadi, tagi quruq turadi doimiy. Yem, pem, suv, hamma yo'q sharoitlar bor. Bolalargacha qo'yganmiz. Buni bir donasini 1 million 800 ming qilib beryapti. Bir donasi mana shu turishi 1 million 800 ming so'm ekan. Albatta buni ham kelsangiz, savdolasangizlar sunnat bo'yicha yo'lda qilib berishadi. Pechkalarimiz ham sotib, endi pechkani xudoga kunlar isib qoldi. Ayni xudo biladi-yu, sotaman deganlar ham olib qo'ysa, kelishtirib berib yuboramiz bular. Albatta. 550 mingga sotganmiz, hozir bular optimda 500 ming qilib berib yuboramiz. Bir donasini 500 ming so'm qilib berishar ekan. Optim narxda bemat qiziq qiladi, aloqa chiqaverasizlar. Keyin mana bu o'sha tom listdan tayyorlangan o'g'illarimiz ham bor ekan, ha. Bular ancha baquvvatroq bo'ladi, stenasi qalin. Bular molohir, uzunligi 2.30 bo'ladi, eni 60 bo'ladi, chuqurligi 40. Plus bor, stenasi 2 plus bo'ladi. Bir donasini 315 ming so'm beryapmiz, kelishtirib beramiz optim olganlarga. Albatta bir donasi 300 ming so'm berishyapti ekan, holatlarni ko'rishlaringiz mumkin. Tom listdan bo'lgan, buni ustalarimiz yaxshi biladi, o'ta baquvvat bo'ladi. Bunisi-chi? Bu qo'yoqir, bu ham tom listdan bo'lgan. Eni 40 bo'ladi, chuqurligi 25 gacha bo'ladi, plus minusi bor. Bu ham uzunligi 2.30, bir donasini 210 ming so'm beryapti. Kelishtirib beramiz. Bir donasi 210 ming so'm berishyapti. Albatta yo'lda qilib berishadi. Bu yonlisdan bo'lgan o'xir, ha? Yonlisdan bo'lgan 2 metrli, bu ham qo'yoqir. Eni 40, chuqurligi 20 bo'ladi. Uzunligi 2 metr bo'ladi. Bir donasini 170 ming so'm beryapti. Bir donasini 170 ming so'm. Qo'y o'xirlarimiz holatlari zo'r.
Ha, xudo xohlasa qo'llangancha ma'lumot berib o'tdik. Kanalimizdagi ba'zi bir xato kamchilikdan uzr so'rab qolamiz. Kanalimizni yo'qotmaslik uchun like va podpiska bosib qo'yishni unutmaysizlar. Manzilimiz o'sha Farg'ona viloyati Bo'yi tumani Dehqonobod mahallasidamiz. Qiziqqanlar uchun pastda turgan raqam qoldiramiz. Bemalol telefon qilib aloqa chiqaverasizlar.